Bugun quvvatni mingga ko'taradigan ovqatni ko'rsataman. Bu taomning nomi Shifoijahon. Ichiga solinayotgan narsalarni qaranglar. No'xat, xasi, pay, go'sht, mol tili, qazi, qo'y tili, rulet, 4-5 soat qaynagan bulyonlari bilan. Buni yesangiz quvvatingiz oshadi, immunitetingiz mustahkamlanadi. Mana shu turishining narxi 92 ming so'm. Menimcha har xil ximikatlardan ko'ra yaxshi variant. Bu taomni adashmasam shaharda faqat bitta joyda tayyorlaydi. U ham bo'lsa Komolon milliy taomlari. O'zi Komolon milliy taomlarida ovqatlarga assortiment katta, lekin men bugun faqat shifobaxshlarini ko'rsatmoqchiman. Masalan, hash sho'rva. Buni bemalol kollagen sho'rva desa ham bo'ladi. Bulyonlarni qarang qanaqa tiniqligini. Go'shtlari xil-xil bo'lib pishgan. Sovuq kunlarda shamollaganda mazza qilib ichib olsangiz jonli rohati bo'ladi. Bu tabiiy kollagenni shu turishi 50 ming so'm. Mavsumbob taomlarda moshkichiri ham qilishadi. Ja quvvatli manbai. Komolon milliy taomlaridan hashamat izlamang. Oddiy standart joylar. Ko'rsatgan taomlarimdan qaysi birini yeb ko'rgan bo'lardingiz? Buni kommentga yozib keting. Komolon milliy taomlarining adresi Qoratosh, Media Parkda shundoq ro'parasi. 24 ga 7 ishlaydi. Bu videoni lanchlashib yurgan do'stingizga tashlab qo'ying.